boy aka o'zbek mahalladan yaxshi hovli qidiryapsizmi? Bitta shunaqasi chiqib qoldi, ko'rib turing, qiziq bo'ladi. Mahallani qarang, kengligini, chiroyli uylar tushgan ekan. Hamma kommunikatsiya bor, gaz, svet, suv, kanalizatsiya, Wi-Fi'largacha bor. Fasadimiz 23 metr, ichkariga 27. 6 sotuvga tushgan chiroyli hovlimiz sotilyapti. Orientir qarang, chap qo'limizda ona bola banitsa, bu yoq taqacha atoyi ko'chaga kelganmiz. Xo'sh, qurilishlari eski qurilish, pishgan qurilgan ekan. Lekin yaqinda tomini ochib, bir 5-10 yil oldin remont qilgan ekanlar. Xohlasangiz buzib qurib olsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz yashasangiz ham bo'ladi. Hovlimiz tekis to'rt burchak, aka qarang. Umuman qiyshuv qo'ng'ir joylari yo'q. Bu yog'imizda 4 ta xona bor. Uyimizning ichidagi holati ham o'rta holatda, bitta mehr berib olsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda zangimizda 4 ta xona bor ekan. Bas sabablar hammasini ko'rsam, mana zalni ko'ring, aka. Zo'ra. Xo'sh, narxiga mos bo'lgan uyimiz, yoqayotgan bo'lsa, like, podpishdan chiqmasin. Xo'sh, bu yerda 4 ta xona. Bu yog'imizda 3 ta. Xohlasa shu xonalarni remont qilib yashasangiz ham bo'ladi. Okey, narxini aytaman hozir. $260,000 kelishadigan joyi bor. Narxiga zo'r 43 milliardan to'g'ri kelyapti sotigiga. Bos o'radigan joyi. Bizani kuzatishda davom eting. Yaxshi uylar hali oldinda.